Akalar yangi Hyundai. Filtrator ishlamadimi amak? Havo sovuqligiga ja qiziyolgan yo'qdi, radiator kattaligi tezda sovutib qo'yapti o'zini o'zi. Ana shu atletkali xomir yo'q ekan, zavodga qo'yilmay o'tishlaymiz ketib, mashina qizib ketdi. Mana hozir havolarni chiqarib, tekshirishdi. Kecha yangi metan bo'lishdilar, 6 millionga tushdi. Yo'q, video qilyapsiz. Hozir ishlab ketdi. Ha, filtrator ishlayapti. Ishlar zo'r. Endi qiziq. Qo'qondan 15.600 ga olishibdi.